Diqqat, ogohlantiruv. Bu hikoyani yurakka bo'shlar homiladorlar eshitishi man etiladi. Bu hikoyada har bir effekt sizga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aynan ayol kishi va homilador ayollarga psixologiyasiga ta'sir qiladigan insonlarga. Xullas, an'anamizga sodiq qolamiz. Bu hikoyani 18 yoshga to'lmagan shaxslar eshitishi man etiladi. Chiroqlarni o'chiring, joyingizga mahkam o'rnashib oling, hech kim bezovta qilmaydigan joyga o'rnashib oling. Xullas, tayyormisiz? Men unda hikoyani boshladim. Tashlandiq maktab. Mening ismim Javohir. 19 yoshdaman. Bu voqea 5 yillar avval sodir bo'lgandi. O'sha vaqtlar yosh edim. Mahallamizning chekka qismidagi tashlandiq maktabda do'stlarim bilan tosh otib o'ynab yurgan vaqtlar edi. U maktab tashlandiqligining sababi shuki, aytishlaricha u yerda ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lgan. Bu voqeani menga oyim aytib bergan edilar. Maktab yangi ochilgan vaqtida 7A sinfda o'qiydigan o'quvchilarda ko'plab ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lgan ekan. Bolalardan biri bir kuni o'zini osib qo'ysa, bir kuni biri do'stini derazadan itarib yuborar ekan. Shu vaqtgacha uning tagiga hech kim yeta olmagan ekan. Shundan so'ng majbur maktabni yopishga qaror qilishgan ekan. Men avvallari mahallada do'stlarim bilan koptok tepib yurgan vaqtlarim ota-onamiz rosa ogohlantirishar edi. O'sha maktabni oldiga yaqinlasha ko'rmanglar deb. Ammo bir kuni do'stlarim bilan koptok o'ynayotganimizda koptok uzoqqa uchib ketdi. Keyin koptok ketgan joyga borsak, dahshat. Koptok haligi tashlandiq maktabning hovlisida yotgan ekan. Do'stlarimdan biri Zokir, koptokni qanday olib chiqamiz endi? Axir ota-onamiz ogohlantirganlar-ku, maktab oldiga yaqinlashmanglar deb dedi. Ham kech ham tushib qolgan edi. Men esa shoshmay turinglar, uyimdan fonor olib chiqay dedim. Va fonor olib chiqdim. Do'stlarimga sizlar shu yerda turinglar. Men Zokir bilan to'pni olib chiqaman. Maktab atrofi darvoza bilan o'ralgan edi. Biz darvozadan sekin oshib tushib maktab hovlisiga fonorni tushirdik. Koptok ko'rindi. Ammo koptok deyarli hovlining o'rtasida edi. Men o'ylab qoldim. Kirsakmikin? Lekin u to'pni dadam bozordan qimmatga sotib olgan edilar. Shunga to'pni tashlab ketishga haqida xayolimga ham keltira olmadim. Biz fonorni yoqdik. Sekin maktabning atrofini aylanar ekanmiz. Maktabning devorlariga yaqinlashganimizda dahshat. Maktabning siniq derazalaridan qon isi kelar edi. Do'stim Zokir tezroq keta qolaylik dedi. Men to'g'ri aytasan,
Bu la'nati joydan tezroq ketishimiz kerak. Koptokning oldiga ham deyarli yaqinlashib qoldik. Maktabning hovlisi shunchalar uzun ediki, go'yoki labirint ichida yurganday bo'lasiz. Koptokning oldiga ham yetib keldik. Koptokni olganimizda dahshat, uzoqdan baland qiyqiriq ovozi keldi. Darvoza tomonga qarab yugura boshladik. Yugurar ekanmiz, do'stim Zokir yerda yotgan qandaydir temirga qoqilib tushdi. Qanday qilib qarab yursa bo'lar edi-ku deysizmi? Buning iloji yo'q edi. Hamma yer qorong'i. Hattoki qo'limizdagi fonar ham yaxshi yorita olmas edi. Atrofdan bodbo islar kelar edi. Zokir qoqilib tushganidan so'ng oldiga tez yugurib bordim. Zokir yerda ingrab yotar edi. Oyog'idan bijir-bijir qon oqar ekan. Do'stim, jonim omon qolsin desang, tezda yugur deb baqirardi. Men seni tashlab qayerga ketaman axir? Mening eng yaqin do'stimsan-ku. Zokir, men baribir yura olmayman. Oyog'im qattiq lat yegan. Men yurasan, emaklab bo'lsa ham. Men Zokirni bir amalab ko'tarib oldim. Bu bo'lishi mumkin emas deysizmi? Bo'lishi mumkin. Chunki u juda ozg'in bola edi. Biz bor kuchimiz bilan yugurib darvoza oldiga yetib keldik va bir amalab oshib tushar ekanmiz. Uzoqdan qo'lida teshasi bolg'aga o'xshagan narsasi bor qora kapshonli bir kishi bizga qarab tirjayib turar edi. Tishi shunchalik oppoqki uzoqdan miltillab turar edi. Uyga yetib borgach Zokirni darrov shifokorga ko'rsatdik. Men esa yugurib uyga bordim. Ertasi kuni politsiyaga murojaat qildik. Politsiya esa bir hafta ichida maktabda tintuv o'tkazgach, dahshat, maktabning podvalidan inson suyaklari topilgan haqida xabar berdi. Va ular qandaydir qora kapshon bilan yuzini berkitib olgan kishini ushlashganini aytishdi. Aytishlaricha o'sha kishi hali mendan ko'rasanlar deya xiringlab politsiyachilarning mashinasiga chiqqan emish. Shundan beri biz maktab oldiga umuman yaqinlashmaydigan bo'ldik. Azizlar, hikoya yoqqan bo'lsa, hikoyada fikrlaringizni, reaksiyalarni bosib tashlangizlar. Keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Ijod davom etyapti. Xullas, sizlar podishkada bo'lsangiz bo'ldi. Hikoyalar chiqishda davom etadi. Hurmat bilan bloger Bekzodbek Nurg'o'li. Rahmat barchangizga. Kattakon. O'zingizni ehtiyot qiling.